Hammaga assalomu alaykum. Bugun turk tili grammatikasidan 13-darsimizni o'tamiz. Bugun qo'shimchalarni o'rganamiz. Bu qo'shimchalar o'zbek tiliga ham tanish bo'lgan, ko'pimiz bilgan va o'zbek tilida faol ishlatadigan qo'shimchalarimiz lik va siz qo'shimchalari hisoblanadi. Bu qo'shimchalar turk tilida ham sifat yasaydi. Sifatda bir belgini borligini, yo'qligini bildiradi. Bir belgini borligini, siz esa yo'qligini bildiradi. Masalan, tuzli, tuzsiz deganda lik esa biror bir narsa saqlash uchun foydalanadigan bir idishimizni yoki narsamizni, uy jihozini bildiradi. Masalan, kitoblik desak, kitob javoni degan o'sha kitoblar taxlanib turadigan joy. Tuzluk desak esa tuz saqlanadigan idish degani. Xo'p, endi bu qo'shimchalarni qo'llanishini ko'rib o'tamiz. Bu qo'shimchalarning uchalasi ham 4 xillik qo'shimcha. Ya'ni biz bu qo'shimchalarni to'g'ri qo'llash uchun ularni 4 ga bo'linish qoidasini eslab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, xo'p, endi misollarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda tuzli fistik, tuzsiz fistik. Fistik degani o'zi yer yong'oq yoki mana bunaqa pista deb tarjima qilinadi. O'zbekchaga ikkalasi ham fistik deyiladi. Bu yerda endi yoki qovurilgan, qovurilmagan deb tuzlini tarjima qilsak bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda tuz ikkalasida ham asosiy so'z tuzli, tuzli, tuzsiz esa tuzsiz yoki qovurilmagan deb tarjima qilinadi. Mana bu yerda esa tuzluk. Demak, bu yerda qo'shilayotgan qo'shimchamiz luk. Nima uchun luk qo'shildi? Chunki tuz oxirgi bo'g'inda u bo'lganligi uchun. Demak, tuzluk bu narsa oti yasar ekan, biror narsa saqlanadigan narsa, jihoz oti yasar ekanlik. Endi misollarni ko'rib o'tamiz. Shakarli chay. Li nuqtali li nega? Chunki e bor oxirgi bo'g'inda. Shakarsiz chay. Nega shakarsiz? Chunki bu yerda ham e bo'lganligi uchun nuqtali i'ni ishlatdik. Mana bu endi nima bo'ladi? Shakar, ya'ni qand saqlanadigan idish desak, shakarlik deb yasaymiz. Limon, mana bu yerda limon turibdi, o'shanga qarab limonli chorba, limonli sho'rva degani limonsiz chorba, limonsiz sho'rva. Keyingisi esa limonluk bo'ladi. Hop, davom etamiz. Mana bu yerda ham li, siz bilan yasaladigan so'zlarga o'xshash misollar turibdi, lekin biz yuqorida ko'rgan aynan ham lni ham sizni qo'shadigan so'zlardan bular farq qiladi. Masalan, mana bu evli degani uyi bor emas. Bu turmush qurgan deb tarjima qilinadi. Mana bu bekar esa hali turmush qurmagan deb tarjima qilinadi. Endi evlilik degani o'sha oilali bo'lish. Bu biror bir narsa emas. Demak, lik biz yuqorida aytgan doimiy 100% bir narsa oti yasamas ekan. Jarayon nomi ham yasar ekan. Endi pastda aynan shu qo'shimchalarni yaxshiroq o'rganishimiz uchun, mustahkamlashimiz uchun misollar bor. Bularni ko'rib o'tamiz va so'zlarini o'rganamiz. Lik, siz bor ekan. Bu qo'shimchalarni hammasini, yana 3 tadan shakli borligini, jami 4 ta lik qo'shimcha ekanligini biz bilamiz. Shunga qarab bu yerda bo'shliqlarni to'ldiramiz. Ayakkabı
oyoq kiyim, ayakkabılık oxirida "ı" bo'lganligi uchun ayakkabılık, ya'ni oyoq kiyim turadigan narsa kapının arkasında deyapti. Ayakkabılık kapının arkasında. Demak, ayakkabıdan oyoq kiyim turadigan narsani, ya'ni yasadik. Keyingisi chechaklar suvsiz qoldi va so'ldi. Ma'noga ham qaraymiz. Suvli qoldi va so'ldi deyolmaymiz. Chunki so'lishi uchun u suvsiz qolishi kerak. Mana bu yerdagidek. Demak, suvsiz degani o'zbekchada ham suvsiz ekan. Anqarada parasiz qoldik. Parali qoldik deyolmaymiz. Nima uchun? Chunki pulli qoldik bo'lmaydi. Pulsiz qoldik deb qo'llanamiz. Mağazadan yana bir gejalik. Gejalik, ya'ni o'sha pijama, tungi kiyim deb tarjima qilinadi. Bo'lgani uchun lik. Komshum bana kitoblik hediya etdi. Kitob bo'lgani uchun kitoblik. Komshu esa qo'shni degani. Kitoblik, kitob javoni. Sutlu ham bo'lishi mumkin, sutsiz ham bo'lishi mumkin. Qahva ichdim. Lu qo'yaylik bu yerga. Sizni ko'p qo'lladik. Sutlu, mana bu uy bo'lgani uchun biz ham sutlu qahva ichdi. Kiralik ev arıyorum. Kiralik degani ijaraga degani. Ijaraga beriladigan uy qidiryapman. Fotoğrafli o'zgechmish hozirladim. O'zgechmish degani bu yerda rasm bormi? Mana bu o'zgechmish deyiladi. Fotografi bor, o'shaning uchun fotoğrafli deb buni qo'shamiz. Fotoğrafli bo'lgani uchun l ni qo'shdik. Demak, bugun o'rgangan qo'shimchalarimiz li, lik, siz ekan. Li biror bir narsani borligini, biror bir belgini yoki narsani borligini bildirar ekan. 4 xillik qo'shimcha ekan. Siz esa biror bir narsaning yo'qligini, biror bir belgini kamligini bildirar ekan. Siz lik esa biror narsa saqlanadigan joy yoki narsa oti yasar ekan. Ba'zan esa jarayon yoki so'z ham yasar ekan. Xuddi kiralik, evlilik deganday. Bularni uchalasi ham 4 xillik qo'shimcha. Bularni to'g'ri qo'llash uchun unlilarni 4 ga bo'linish qoidasini bilishimiz kerak bo'ladi.